Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana bugun Farg'ona viloyati Rishton tumani Cheknasirda MFEga navbatdagi 30 kilovatlik kotolimizni qo'ydik. Ko'rib turibsizlar, mana datchiga sekin ko'tarilyapti. 80 ga qo'yganmiz, sinovga bu, albatta. Datchilar ko'p ko'tarilyapti. Hozir uyimiz kvadratimiz 100 kvadrat to'pipol, 150 kvadrat radiator. Xonalari shuncha 7 ta radiator qo'yilgan, jami 30 kilovattasini qo'yib berdik. Xo'sh, mana ko'rib turibsizlar, motorlar zavodskoy. Ozgina chang bo'lib qolibdi, endi pastiga stachka kuyilgan. Kotoldan keyin qilingan, shuning uchun ahamiyat bermaysizlar. Mana holatlari. Xo'sh, motorlari datchigimiz sekin ko'tarilyapti. Avtopropitka. Ko'rib turibsizlar, triходовой klapanlar qo'yilgan. Hammasi joyida. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, 99lik 100 57 93 raqamiga qo'ng'iroq qilinglar. Xudo xolasa sizlarga ham chiroyli qilib, chiroyli narxlarda yetkazib, ustanovkalarni chiroyli qilib beramiz. Respublika bo'yicha dastavka bor. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Bemalol 15-20 kilovatdan 1000 kilovatgacha bemalol yasab beramiz. E'tibor uchun rahmat. Kunlaring xayrli o'tsin. Like, komment ayamaysizlar. Sog' bo'lasizlar.